Ayrim hoji akalar uyga qo'yayotgan Madrid gilami shu ekan. Sotuvchilarning aytishi bo'yicha bu Madridni zalga qo'yilar ekan. Siz qayerga qo'ygan bo'ladi? Zalgami, spannigami yoki oshxonagami? 0.80 dan 2 metrgacha bo'lgan darojkalar ham bor ekan. Siz xohlagan razmerda kesib ham berishar ekan. Bobur gilom savdo tarmog'ini pastki qavati. Hamma gilomlarni o'zing bitta ko'rib chiqinglar, dahshat gilomlar bor ekan. On 16-noyabrdan 30-noyabrgacha katta aksiya chegirma e'lon qilishdi. Kimga deysizmi? Bobur gilam savdo tarmog'ini obunachilarga ekan. Pastda profilni qoldiryapman, o'tib obuna bo'lib, kommentariyaga chiroyli izoh yozing. Sizga mutlaq tekinga gilam berishadi. 4 metrdan kam qolgan gilamlarni 24 mingdan berib yuborishyapti ekan. Bu gilamlar oldin 50 mingdan sotilgan ekan. Hozirda 24 mingdan. Bitta shashlikning puliga 1 kvadrat gilam oling. Manzil qayerda deydiganlar uchun Yormazor, masjid o'ng qo'l tarafi, Melkaminat chap qo'l tarafida. Kelaverasizlar. Bu videoga like bosib turib, gilam olmoqchi bo'lgan tanishlaring bo'lsa, jo'natib qo'yinglar, manfaatli bo'ladi.